Siz qaysi bir odamni o'ldirsangiz, u odam o'ldirmagan, birovga zulm qilmagan, xoh mu'min bo'lsin, xoh kofir bo'lsin. Siz uni o'ldirdingizmi? Demak, Alloh taolo go'yo barcha odamlarni o'ldiribdi. Demak, bilingki, 8 milliard odamni o'ldirgan gunohi bo'yningizga olasiz. Va kimki unga hayot ato etsa, ya'ni o'ldirishdan bosh tortsa uni yoki o'limidan qutqarsa, mana bosh tortsa, o'ldirmayman desa yoki uni qutqarib qolsa, o'lim yoqasida turgan odam qutqarib olsa, demak u go'yoki barcha odamlarga hayot beribdi deb Alloh taolo marhamat qiladi. Ajr savobini oladi. Endi hozirgi payt 8 milliard bu aholi. O'ylaysiz 20 yil o'tirsa gunohi yo'qlandi deb o'ylaysizmi? Bu dunyodagi jazosi. Shariatdagi jazo bekor bo'lmaydi. 30 yil o'tirsin bekor bo'lmaydi. 100 yil o'tirsin bekor bo'lmaydi. U 20 yil o'tirgani bu dunyodagi jazosi. Oxiratdagisi emas. Qamalib chiqqanini ham bilib olsin. U jazoit o'zi uchun edi, bu dunyodagi edi. Bu shariatdagi jazoni hech kim bekor qila olmaydi. Uni qiyomat kuni oladi. Endi odam o'ldirgani bilmadik-ku, lekin boshqa gunohlarni qilib tavba qilmagan bo'lsa, qiyomat kuni so'raladi. Odam o'ldirgan bo'lsa, uni xunini to'lash kerak. Eng kami 100 ta tuya. 100 ta tuyaning puli qancha? O'sha egasi tomonidan shuncha pul berasan, siz berish kerak. Bermasa qiyomat kuni so'raladi. Qutulib qolmaydi, hech kim qutulib qolmaydi. Din o'yinchoq emas. Jonni Alloh bergan. Xohlagan banda xohlagan payt ololmaydi u jonni. Bu jon Alloh taolo tomonidan berilgan insonlarga omonat. O'zini osotganlar, o'zini joniga qasd qilganlar ham javob beradi qiyomat kuni. Allohning omonatiga xiyonat qilgan bo'ladi.